Qani eshiting oyi. Dadasi bizga uy olib bermoqchiymiş. Bo'ldi qizim, o'zingiz bosing, bo'ldi. Bo'ldi. Shunaqami? Oyjon, nimasi yomon buni? Shunchaki dadam bizga yordam qilib 3 xonali uy olibdilar. Shuni bizga sovg'a qilmoqchilar. O'g'lingiz bo'lsa ko'nmayaptilar. Nimasi yomon? Oyjon, o'zingiz ayting shu narsani. Ko'nmayaptilar, g'ururlariga tegayotganmish. Menga dadasini hech narsasi kerak emas oyi. O'zim qachon ishlab pul topib, ana o'shanda olaman. Oyjon, iltimos o'g'lingizga o'zingiz tushuntiring. Dadam yomon ko'ngilda bermayaptilar. Mana Nargiz opamlarga ham uy, mashina olib berganlar. Mazza qilib yashashyapti. Nimasi yomon bu narsani? Xo'p, men nima qilib berishim kerak? Mendan nima istaysiz? O'g'lingizni ko'ndiring. Dadamning takliflariga ko'nsinlar. Ertingdan Anvarjon ham uylanadi. Hammamiz bitta uyda siqilib yasha olmaymiz-ku, baribirga ham uy qilib chiqib ketishimiz kerak. Ha qizim, men bolamga hech narsa deya olmayman. Xudoyim peshonasiga bersa mashina ham, uy ham bo'ladi. Oyjon,